Assalomu alaykum. Bugun 5-mavzu harakat, ya'ni membrananing harakat potensiali. Bu haqida, ya'ni bundan avvalgi mavzuda membrananing tinchlik potensialini aytib o'tgandik. Bugun endi mana bunday ketma-ketlikda yozib oldik va bunda birdaniga hammasini tushunib ketish uchun membrananing harakat potensiali nima? Birinchi, membrananing harakat potensiali nima? Bu joyga yozing. Siz o'tirib, mana bu deysiz hamda yozib chiqasiz. Bu membrananing tashqi va ichki membrana yuzasidagi zaryadlarning yoki potensiallarning membrana harakat paytidagi yoki qo'zg'alish paytidagi nisbatidir. Va yana bunda membrananing tashqi yuzasi manfiy zaryadlarga ega, ichki yuzasi musbat zaryadlarga ega bo'ladi. Membrana ichki yuzasi musbat, tashqi yuzasi manfiy. Ichki yuzasida natriy ionlari hisobiga manfiy ichki yuzasida musbat zaryadlar to'planadi. Ikkinchisi, membrananing harakat potensiali kattaligi, ya'ni millivoltda. Nerv hujayrasi, nerv membranasi masalan plus 100 millivoltga, skelet mushagi plus 110 millivoltga, miokard esa plus 120 millivoltga teng bo'ladi harakat potensialining kattaligi. Bunda bu joydagi plus, mana musbat zaryad nimani anglatadi? Kelasi savolni keltirib chiqaradi. Membrana harakat potensialidagi plus zaryadi, ya'ni manfiy musbat zaryadi nimani anglatadi? Nimani bildiradi? Bunda hujayra ichida mana musbat zaryadlar, hujayra tashqarisida manfiy zaryadlar bo'ladi. Boya aytib o'tganimiz ichkisiga ichkarida natriy musbat ionlar hisobiga bo'ladi dedik. Ya'ni hujayra ichiga natriy kiradi, musbat ionga o'zgaradi qo'zg'alishda, tashqarisi manfiy bo'ladi. Membrananing tinchlik potensialida esa ichkari manfiy, tashqari musbat edi hamda uni Karli boshqarardi. Bunda esa natriy boshqaradi deb yodlab olamiz. Mana shu membrananing harakat potensiali nima deganda, tashqi yuzasi manfiy, ichki yuzasi musbat zaryadlarning nisbatini mana shu rasm bo'yicha yozlab olsangiz, kelasida oson bo'ladi. To'rtinchisi, membrana harakat potensiali mexanizmi yoki kelib chiqishi deb ataladi. Bunda kelib chiqishida mana hujayra tashqarisida 10 ta natriy bor, hujayra ichkarisida bitta natriy, ya'ni 1:10 nisbatda bo'lyapti. Bunda mana shu joyda natriy kanali ochiladi. Harakat paytida natriy tashqaridan ichkariga kira boshlaydi. Ya'ni ko'p joydan kam joyga, gradiyent kam joyga o'tishi bu passiv transport orqali edi, esga olsak. Hamda natriy ionlari hisobiga hujayra ichi musbat ionlarga, zaryadlarga, potensiallarga ega bo'ldi. Hamda bunda endi Kali nima qiladi degan, Kali qanaqa vazifa boshqaradi degan savol tug'ilishi mumkin. Kali chiqadimi yoki kiradimi deb. Bu joyda Kali chiqmaydi ham, kirmaydi ham. Faqat natriy hujayra ichiga kiradi. Membrana yuzasidan konsentratsiya gradiyenti yuqori joydan kam joyga o'tadi. Hujayra membrana ichki yuzasi musbat, tashqi yuzasi manfiy bo'ladi. Kelasi, hujayra ichkarisidagi hamda tashqarisidagi membrana harakat potensialining registratsiyasi. Ya'ni bunda zaryadlarning o'tishi musbatdan manfiyga, manfiydan musbatga qarab. Birinchi, hujayra ichkarisidagini ko'rib o'tamiz. Bunda mikroelektrod ulaydi. Mikroelektrod ulab hujayra ichkarisiga
hujayra ichkarisida musbat hamda tashqariga qarab o'zgaradi, ya'ni tashqi yuzasiga manfiyga qarab harakatlanadi. Tinchlik potensialda bundan teskari edi, manfiydan musbatga qarab harakatlanardi hamda endi bunda musbatdan manfiyga qarab harakatlanadi. Bunda zaryadlar yo'nalishi bor. Mana hujayra ichkarisiga uladik elektrodni, hujayra ichkarisida musbat edi, tashqarisida esa manfiyga o'zgardi. Bunda ya'ni registratsiya bor hujayra ichkarisida. Hujayra tashqarisidagisi esa hujayra tashqarisida musbat zaryadlar, ichkarisida manfiy zaryadlar bor. Bunda tashqarisida uladik manfiy zaryadlarni va bular bir-biriga ya'ni o'zgarmaydi. Bu yerda registratsiya bo'lmaydi. Bu o'tgan mavzuda membrananing tinchlik potensialida edi. Membrananing tinchlik potensialida hujayra tashqarisida registratsiya yo'q, bo'lmaydi. Hujayra ichkarisida esa bo'lardi. Endi qaraymiz, hujayra tashqarisida ham, hujayra ichkarisida ham harakat potensialida bo'ladi. Endi bu qanday bo'ladi? Mana bu joyda harakat potensiali bo'lib turibdi. Demak, bu joyga harakat potensiali bo'lganligi sababli qo'zg'alish ta'sir etadi. Bu harakat yoki qo'zg'alish ta'sir etadi. Bunda natriy kanali ochiladi, tashqaridan ichkariga natriy kiritiladi hamda shuning hisobiga bundagi tashqidagi musbat zaryadlar ichkariga kirganligi sababli ichkari musbatga aylanadi, tashqari manfiyga. Ichkari musbatga aylanadi, tashqari manfiyga. Mana shunday natriy ionlari kiritilgan sari mana bu tashqi va ichki yuzalari to'lqinsimon o'zgarib boradi. Manfiy musbatga, musbat manfiyga o'zgarib boradi. Bu hujayra yuzasining oxiriga borganda, bunday hujayrani olganda, ya'ni registratsiya bo'lmaydi, ya'ni tinchlik harakat potensiali tinchlik potensialiga o'tadi deganda gap. Bunda demak manfiydan musbatga o'zgaryapti. Tashqarisi, ichkarisi o'zgarishlar. Bunda ham ya'ni ionlar, zaryadlar qo'zg'alishi bor. Manfiydan musbatga, musbatdan manfiyga o'zgardi. Boya aytib o'tganimizdek, membrana harakat potensialida hujayra ichkarisida ham, hujayra tashqarisida ham registratsiya bo'ladi, ya'ni ionlarning o'zgarishi bo'ladi. Hujayra ichkarisida bo'lganligi sababli mana musbatdan manfiyga ulandi, mikroelektrod uladi. Hujayra tashqarisida esa hujayra tashqarisiga ulay olasiz nimalarni? Masalan, EKG, elektrokardiogramma bo'ladi. EEG, elektroensefalografiya yoki EMG, miografiya. Mana shularni hujayra tashqarisiga ulalganda harakat orqali kelib chiqadi hujayra tashqarisidagi registratsiyasi. Mana shularda. Hujayra ichkarisida esa mikroelektrod orqali. Biz hujayra ichkarisiga ulay olmaymiz, hujayra tashqarisida ulaymiz hamda u harakat potensialidagi o'zgarishlarni ko'rsatib berishi mumkin. Masalan, olaylik, hujayra ichkarisida minus, hujayra tashqarisida plus zaryadlar dedik hamda unga elektrod ulaganimizda mana tashqarisidagi musbat zaryadlar bir-biriga, ya'ni harakat potensiali emas, tinchlik potensialidagi hujayra tashqarisidagi ko'rinish. Bunda musbat manfiyga yoki manfiy musbatga o'zgarmaydi. Shuning uchun bu joyda registratsiya kelib chiqmaydi. Kelib chiqishi uchun bunga harakat,
ya'ni qo'zg'alish ta'sir etishi kerak. Keyin natriy kanallari ochiladi, boyaga aytib o'tganimizdek. Natriy ionlarining hujayraga kirishi, hujayradan chiqishi konsentratsiya gradientiga bog'liq. Hamda natriy konsentratsiyasi qancha yuqori bo'lsa, hujayra tashqarisida qancha yuqori bo'lsa, hujayra ichkarisiga shuncha ko'p kiradi hamda membrana tinchlik potensiali susayadi. Buni qanday tushuntiramiz? Endi biz membrananing tinchlik potensialida kaliy haqida aytib o'tdik. Shuning uchun kaliyni hisobga, ya'ni rol o'ynamaydi kaliy bu joyda. Natriy haqida aytamiz. Hujayra tashqarisida 10 ta natriy, ichkarisida 1 ta natriy bor. Endi ikkita misol qilib 15 ta natriy, 8 ta natriy, ya'ni hujayra tashqarisida 15 ta, bu tomonda esa 8 ta. Hujayra tashqarisidagi 15 ga 1 nisbatdagi natriydan hujayra ichkarisida bu tashqarisidagi 8 ga 1 nisbatdagi natriy ionlarining konsentratsiyasini olamiz, ya'ni 8 ga 1, 15 ga 1. Bunda 15 ta natriy dan 15 ta natriy, 1 ta natriyga nisbatiga, ya'ni konsentratsiya gradienti bu tomonda yuqori bo'ladi. Endi aytib o'tamiz, hujayra tashqarisidagi ionlarning konsentratsiyasi qanchalik yuqori bo'lsa, ya'ni ko'p, mana bunda hujayra ichkarisidagi ionlar konsentratsiyasi susayadi. Mana hujayra ichkarisidagi konsentratsiya kam, mana bitta. Shuning uchun hujayraning tashqarisida ko'p bo'ladi. Hujayraning ichkarisidagi konsentratsiya tashqarisida ko'p bo'lsa, ichkariga kirgandagi ichkaridagi konsentratsiya yuqori bo'ladi. Konsentratsiya gradienti ham ortadi. Mana natriyning hujayraga kirishi ortadi, membrananing tinchlik potensiali susayadi. Ya'ni natriy kirib qo'zg'alishni keltirib depolarizatsiyaga uchradi, membrananing tinchlik potensiali susaydi. Endi bunda 8 ta natriy, 1 ta natriyga kam, ya'ni gradienti kam tomonga o'tyapti. Bunda aytamiz, hujayraning tashqarisidagi ionlar konsentratsiyasi qanchalik kam bo'lsa, hujayra ichiga kirishi ham kam bo'ladi. Mana hujayra ichiga konsentratsiyasi ham kam bo'ladi. 15 ta natriy kiradi, 8 ta natriy kiryapti hamda 8 ta kam bo'lyapti. Hujayra ichidagi konsentratsiyasi ham kam bo'ladi. Tashqarida kam bo'lsa, ichkariga ham kam kiradi. Ko'p bo'lsa, ichkariga ham ko'p kiradi. Shuning uchun bu tomonda hujayra ichiga konsentratsiyasi kam. Mana konsentratsiya kam, ionlar nisbati kam. Natriyning hujayraga kirishi ham past, lekin membrana tinchlik potensiali yuqori bo'ladi. Ya'ni natriy kam bo'lsa, membrana tinchlik potensiali yuqori bo'ladi. Buni endi bu hujayra ichidagisi edi. Endi hujayra tashqarisida teskari bo'ladi bunga. Masalan, hujayraning ichida natriy ionlari ko'p bo'lsa, hujayraning tashqarisida natriy ionlari kam bo'ladi. Masalan, hujayraning ichkarisida o'sha ko'p natriy ionlari kirdi, tashqarida esa kam natriy ionlari qoladi. Yoki hujayraning tashqarisida ko'p natriy ionlari bo'lsa, hujayraning ichkarisida kam natriy ionlari bo'ladi. Mana shunga qarab aniqlab olishingiz mumkin. Teskari nisbatda membrana tinchlik potensialini ham bunga teskari proporsional qo'yasiz, qolgan hamma narsani to'g'ri proporsional qilib hisoblaysiz. Ya'ni hujayraning tashqarisida, takrorlaymiz, tashqarisida qancha natriy ioni ko'p, uning hujayra ichkarisidagi konsentratsiyasi ham keyin kirishi, hujayra ichiga kirishi ham ko'p bo'ladi. Konsentratsiyasi ham yuqori bo'ladi. Membrana tinchlik potensiali kamayadi, susayadi. Hujayraning tashqarisida kaliy yo'q, natriy ionlari qancha kam bo'lsa,
hujayra ichiga kirishi ham kam bo'ladi, konsentratsiyasi ham kam, hamda membrana tinchlik potensiali yuqori bo'ladi. Membrananing harakat potensiali fazalari, demak, bunday hujayra membranasi chizib oldik hamda fazalarini chizib oldik. Demak, boya aytib o'tganday, hujayra tashqarisida natriy hamda ichkarisida kaliy ko'p dedik. Ya'ni bularda birinchi membrananing tinchlik potensialida hujayra tashqarisida musbat ionlar ko'p. Mana bu tinchlik potensialdagi ko'rinishi. Musbat ionlar, ichkarisida esa manfiy ionlar bilan zaryadlangan hamda biz natriy ionlari, ya'ni membrananing tinchlik potensialiga hozir harakat potensialini keltirib chiqarmoqchimiz. Bunda natriy ionlari hujayra ichkarisiga kiryapti. Mana natriy ionlari hujayra ichkarisiga kiryapti. Hujayra ichkarisiga kiryapti. Demak, bu musbat ichkarisidagi manfiylari musbatga o'zgarib, tashqari esa manfiyga o'zgarishi kerak. Ya'ni natriy ioni o'zi musbat ion hamda uni yonida manfiy ioni bor. Birinchi natriy bilan ta'sir etganimizda bu mana bunday to'g'ri birdan qo'zg'alishga olib kelmaydi. Buning sababi nimaga? Mana bu joyda birinchi natriy musbat ion dedik hamda hujayra ichkarisiga natriy kira boshlaydi, lekin mana bu musbat ionni olib kiradi, lekin nimaga manfiyni olib kira olmaydi. Hamda bu birinchi musbat ionlar kirgandan keyin manfiy ioni bu kattaroq, shuning uchun kirmaydi. Nima sababdanligi lekin aniq emas. Musbat ionlarni olib kirib, ichkari musbatga, tashqari manfiyga o'zgara boshlaydi. Endi savol tug'iladi. Natriy ionlari sekin-astalik bilanmi, asta-sekinlik bilanmi yoki tez kira boshlaydimi? Natriy ionlari birinchi asta-sekinlik bilan kira boshlaydi. Mana bu joyda mana asta-sekinlik bilan kira boshlagan. Nima sababdan bunday? Nimaga birdan qo'zg'aluvchanlik olib kelmadi? Natriy ionlarining asta-sekinlik bilan kirishiga sabab mana tashqarida kaliy ionlari bor. Kaliy ionlar ham bor. Ular ham musbat. Shuning uchun musbat bilan musbat bir-biriga tepiladi, ya'ni qarama-qarshi kuch tug'diradi. Qarshilik kuchini kaliy keltirib chiqarib, birinchisida natriy ionlari asta-sekinlik bilan kirib, mana bu joydagi musbatlar manfiyga, manfiylar esa musbatga aylana boshlaydi. Bu mana birinchi faza. Depolarizatsiya chegarasi deb ataladi. Ya'ni depolarizatsiyaning kritik darajasigacha boradi. Bu birinchi faza. Ikkinchi fazasi tepalik bosqichi. Ikkinchi fazasida mana depolarizatsiyaning kritik darajasigacha, kritik nuqtasigacha yetib oldik. Bundan keyin ikkinchi A, ikkinchi B bosqichlari keladi. Ya'ni natriy ionlarining endi tezlik bilan kirishi. Ya'ni birinchi bosqichda sekin asta kirdi, ikkinchisida tezlik bilan kiradi. O'sha payt hamma mana bu ichkarisidagi manfiylari musbatga aylanib boradi. Ya'ni tezlik bilan kirib, natriy bilan kaliyni qarshiligi yo'qoladi. Demak, bu depolarizatsiyaning kritik nuqtasi deganimiz natriy ionlarining kirishiga qarshilik ko'rsatadigan qarshilik kuchining yo'qolishini aytadi.
qarshilik kuchining yo'qolishini aytadi. Shu paytdan boshlab depolarizatsiya bosqichi boshlanadi. Mana shunda natriy ionlari ko'plab kirib, ichkarida natriy ionlari, tashqarida esa kaliy ionlari, ya'ni ichkari musbat, tashqari manfiy ionlarga ega bo'ladi. Mana bu musbatlarimiz manfiyga o'zgaradi. Ya'ni mana shu sohada hammasi mana shunday o'zgaradi. Hamda bu mana yuqori darajaga yetadi, qo'zg'aluvchanlikning yuqori darajasiga. Depolarizatsiya bosqichi, mana bu depolarizatsiya bosqichi yuqori darajaga yetadi hamda mana bu sohani depolarizatsiya deb atashga, ya'ni overshoot deb atay olmaymiz. Ya'ni mana bu 0 dan 30 gacha bo'lgan musbat bo'lgan sohanigina overshoot deb ataymiz. Overshoot bu natriy ionlarining hujayra ichida to'lib, ya'ni hujayra ichi to'liq musbat bo'lib, juda qo'zg'alish, ya'ni juda qo'zg'algan davrni overshoot deb ataydi. Ya'ni bundan keyin esa repolarizatsiya keltirib chiqaradi. Bunda mana bu natriy nasosi overshoot bosqichidan keyin natriy nasosi ishlaydi. Buning sababi nimaga? Natriy ionlari hujayra ichida ko'payib ketdi, juda ko'p bo'ldi, ya'ni assimilyatsiyasini, ionlar assimilyatsiyasini saqlash uchun bu joydagi natriylarni natriy nasosi tashqariga chiqara boshlaydi. Bularning tashqaridagi va ichkaridagi natriy ionlarining nisbatini assimilyatsiya, notenglashtirib turish uchun natriy nasosi ishlay boshlaydi. Undan keyin sekin-astalik bilan natriylar chiqib, bu yerda kaliylar ham chiqadi. Natriy nasosi bilan kaliy kanali bir vaqtda ishlay oladi, lekin kaliy bilan natriy kanali bir vaqtda ochiq yoki yopiq bo'la olmaydi. Natriy ochilsa kaliy yopiq bo'ladi, kaliy kanali ochilsa natriy kanali yopiq bo'ladi. Natriy nasosi bilan kaliy kanali bir vaqtda ishlay oladi, ochiq bo'la oladi, lekin nasoslar yoki kanallar birgalikda ochiq yoki yopiq bo'la olmaydi. Endi repolarizatsiya tepalik bosqichining ikkinchi repolarizatsiya davri. Bunda aytib o'tganday kaliy ionlari tashqariga chiqyapti, natriy nasosi orqali tashqariga chiqaryapti. Ya'ni bunda hujayra tashqarisida kaliy ko'plab yig'ila boshlaydi. Undan keyin uchinchi bosqich iz potensiali, uchinchi fazasi iz potensiali deb ataladi. U ham 3A, 3B bilan belgiladik. Iz potensialida birinchi kaliy ionlarining tashqariga sekin asta chiqarilishi depolarizatsiyaning iz potensiali deb ataladi. Mana depolarizatsiyaning, bu depolarizatsiya bosqichi bo'lsa, depolarizatsiyaning iz potensiali deb ataladi. Bunda natriy ionlari hujayradan tashqariga chiqarilgan, kaliy ko'plab kiritilgan bo'ladi. Mana shu bosqich boshlanadi o'sha. Hamda kaliyning ko'plab hujayradan kiritilishi, hujayradan chiqarilishi natijasida mana shu bosqichda depolarizatsiya iz potensiali kelib chiqadi. Undan keyingi bosqichda kaliy hujayradan juda ko'p chiqariladi. Ya'ni o'ta ko'p miqdorda kaliy ko'p chiqariladi. Shuning hisobiga mana bu giperpolarizatsiya iz potensiali. Giperpolarizatsiya, ya'ni polyarlikdan giperpolarizatsiyaga o'tgan kaliy juda ko'p bo'ladi. Mana shu paytda kaliy nasosi ishlaydi. Boya aytdik, natriy nasosi ishladi mana overshootdan keyin.
Endi kaliy nasosi giperpolarizatsiyada ishlaydi. Kaliy nasosi hujayrada ko'payib ketgan kaliylarni tashqariga chiqarishni bajaradi vazifasi. Kaliyda mana shunday boya natriy endi kaliy asimetriyasini, ionlarning asimetriyasini boshqarib turibdi. Ya'ni giperpolarizatsiyadan keyin mana shu bosqich qaytadan, ya'ni impuls bo'lsa, impuls ta'sir etsa, qaytadan mana shunday boshlanib ketishi mumkin. Endi membrananing tinchlik potensialining yoki depolarizatsiyasining kuchayishida farqlarni ko'rib o'tamiz. Mana giperpolarizatsiya bosqichida bundan mana shunday shtrix chiziqlar bilan o'tkazganimizda mana membrananing tinchlik potensiali -80 millivoltga teng bo'lganda endi -90 millivoltga teng bo'lyapti giperpolarizatsiyada. Demak, tushunamizki, membrananing tinchlik potensiali giperpolarizatsiya bosqichida kuchayadi. Tinchlik potensiali kuchayadi mana shu bosqichda. Tinchlik potensiali yuqori ortadi darajasi. Depolarizatsiya bosqichida esa membrananing tinchlik potensiali mana shu bo'yicha chizganimizda membrananing tinchlik potensiali darajasi kamayib boradi. Juda kamayib boradi. Mana shundan kelib chiqib membrananing tinchlik potensialining qaysi bosqichda ortishi, qaysi bosqichda kamayishi, darajasining kamayishini aytishingiz mumkin.